Assalomu alaykum, Marzuyum ikkinchi qaror haqliqdan qo'shiliq solinga barliq azizlar. Bugun o'tirgan darsimiz polo. Bu polo keltirgan materiallar bo'lsa, savzidan 500 gram savza, 2,5 tal savzini çalsak 500 gram keldi. Onun için 500 gram guruch, 3 tane baş piyaz, 500 gram kal go'shti yoki qo'y go'shti, 500 gram suv, 200 gram sumaya, 200 gram sumay. Muş materyallar ketidi hanımlar. Aldı bilen biz savzimizni qalem chiqib, inchiqib to'g'rab olamiz. Onun için bu piyazni o'tirda yerib, inchiq qilib qalamchi holatda to'g'rab olamiz. Mana qizlar savzini mushuna qalem chiqib to'g'rab oldik. Piyazni mushu inchiqib to'g'rab oldik. Endi bu poloyimizga o'zimizning xohlagancha mavu örükniki kurutilgani, üzümden kurutilgani, müşel yemişler salsam buldu, sarımsak buldu hanımlar. Yaktırsan senin, yaktırmsan sarımsaksın buldu. Emdi işleş baskışıyoruz. Aldı bilen kazanını ocağa kısıp, kızganda 200 gram suyağımızı koyumuz hanımlar. Bu kızgancağı ondan için biz güçümüzü koyuyumuz. Bismillah. Bu göğsümüzden aqaldı kızarıp pişkan çağda biz mavi piyazını salıyacağız. Piyazını koyuyoruz. Şimdi savzimizni salıyacağız. Şimdi bunun üstüge bir kaşık tuz saldık hanımlar. Bunun tuzu keterek tuz koyup aralashtiramiz. Savzini 10 minut ko'rib degan ustiga mavu 500 gram soya qo'ygan suyimizni qo'yamiz. Endi buning ustiga üzüm bilan qoqlarimizni solamiz hanımlar. Bununla yerim qo'shib ziri soldik. Zirin yaxshi ko'rsan sening, yoqtirmasan sarımsaksın buldu. Bunu pırak yaxshi qo'shib ziri soldik hanımlar. Hem de biz bayaqı guruchimizni yuvib tayyor qilamiz hanımlar. Hem de biz bu suyimizning tuz ta'mini tetib qo'ygandan keyin ma'baydan bir cho'ng qo'shiq tuz solgandim. Ta'm tetib qattiq solmayman. Agardan tuzliroq yaxshi ko'rishni xohlaydigan hanımlar, tuz ta'mini tetib tayyor qo'ygandan keyin yuvib tayyorgan guruchni tepiga dumlaymiz. Mana qizlar guruchni sovaldim. O'tni suv salat ekib qo'ydim. Endi buniki iya bir yeridan tush kechib qo'yamiz hanımlar. Mana tush kechib buni og'zini yepib 15 minut dumlaymiz qizlar. Tuz o'tda dumlaymiz. Mana tovuqni yepib dumlab qo'ydim. 15 minutdan keyin ichib qaytini aralashtiramiz. Bu poloyimiz 10 minutdan keyin shunda holat keldi. Endi biz buni çöğürlerini elib oturğa dügülaymiz hanımlar. Endi bunu qaytadan bir iyileştirib qo'yib qo'yamiz. Bunu qaytadan bir aralashtirib qo'ygandan keyin buni mushundaq saplıqning oq tarafi bilan silliqlab oldik. Endi buni yana tush bilan ochamiz buningga. Tush bilan ichib tayyor qo'ygandan keyin buni og'zini qaytadan yepib, suz o'tda 20 minut dumlaymiz qizlar. Mana qizlar bizning poloyimiz pishib chiqdi. Başta 15 minut, keyin aralashtirayotgan 20 minut, 35 minut dumlab pishib chiqdi. Biz mavi go'shtimizni oldik hanımlar. Buni endi ushoq to'g'rab, mush poloyimizni ustiga bezab taqsiy olamiz.